Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 24-fevral 2026-yil 5-videoni olyapman. Sizlar bilan Ronnie.com sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan HTML o'rganish davom ettiramiz. Kecha kodsiz video bo'ldi. Chala faylasufcha fikrlar bilan shunga xulosaga keldi. Shu faylasufcha fikrlar kelganda yozib qo'yib, tahrirlab chiroyli qilib berish kerak ekan. Shunda halimda shunda boshda kelganni shoshib qolib alkashib etish sal noto'g'ri narsa ekan. Xo'sh, HTML o'rganishga qaytadigan bo'lsak, sun'iy idrokimiz bizga reja qilib berdi. 4 oylik. Bugun hozircha mana shu reja bo'yicha davom ettiramiz, chunki o'sha kecha aytmoqchi bo'lgan gapim ham esimga tushdi. Boshqa mobil raqam olmagunimizcha aytmoqchi bo'lgan gapim kecha kim biladi, Beeline'mi, Ucellmi qaysi biriga SMS keladi, shuni izohlarda yozib qoldiringlar demoqchi edim. Va xuddi shundaymi, agar bilsanglar yozib qoldiringlar. Misol uchun 25-fevral 2026-yilda bu videoni ko'rib qolib izohlarda Mobius olgan точно keladi yoki aniq keladi yoki Beeline raqam olgan SMS aniq keladi desanglar, o'shanga qarab ish qilamiz. Atak keyinchalik sinab ko'ramiz. Anaqa o'zim sinab ko'rib internetdan qidirib ko'rib balki olarman. Qaysi biriga SMS kelishini qildim. Xo'sh, sarlavhalar bugungi videomizda o'rganadigan narsamiz sarlavhalar. H1 dan H6 gacha bo'lgan taglarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, o'sha HTML dokumentimizni ochib olamiz. Tekstoviy redaktorda qanaqa boshlanar ekan, xuddi o'shanda oddiy doctypedan boshlanadi. Sahifamiz doctype, kim bilsa izohlarda yozib qo'yinglar, nimaga aynan doctype hammasi katta bilan yoziladi. Xo'sh, HTML tagini ochib oldik, keyin tegadimmi? Keyin meta tagi charset barobar ikkita qo'shtirno UTF chiziqcha 8 yopildi. Xo'sh, keyin bundan keyin title kerar ekan. Title yana boshqa darsda gaplashamiz sizlar bilan. Faylasufcha fikrlar, dasturlash nimaga o'rganishimiz kerakligini va fikrlarimni aytib o'tiraman. Endi hammaning o'zining fikri bor. Bu fikrni hech kimga bog'lash uchun kerak emas. Aytilayotgani yo'q demoqchiman. Sarlavhalar H1 dan H6 gacha. Bu titleda hozir saytimizning tepasida ko'rinadigan joyini yozib oldi. Title yopishimiz kerak endi. Xo'sh, titledan keyin
hid asosiy kodimizni asosiysini boshladik. H1 body tagini ichida H1 tagi body tagini ichida joylashgan bo'ladi. Xo'sh. Yana o'sha yangilik saytlaridan olamiz. Ma'lumotni hamma o'ziga qulay joydan olishi mumkin. Keyin bu tagga yopishimiz kerak ekan. H1 keyin ko'rinish uchun anaqani beramiz. Qani bir-biridan farqli ko'rinish uchun orasida paragraf ham berib ketamiz. Sirazi bu tagimizdan yopib olamiz. Xo'sh. Endi H2 tagimiz. Buni ham darhol yopib olamiz. Xo'sh. Video ko'rayotganlarda orasida agar oldin dasturlash bilan shug'ullangan yoki professional dasturchilar ko'rib qolishi mumkin. Yoki keyin gaplashamiz hozir. Anaqani kodda yozayotganda adashib ketyapman. Qachonki savollar yig'ilganda o'shanda umumiy qilib beramiz. Muhokama qilamiz. Qisqa qilib aytganda dasturlash yaxshi biladiganlar ko'rayotgan bo'lsa, videomizni dasturlashni o'rganish uchun qancha vaqtingiz ketgan shuni yozib ketinglar izohlarda demoqchi edim. Уже paragraf qo'ymaymiz, уже keyingilarini shundoq berib ketamiz, chunki уже tarjimasini men уже 9 daqiqamiz o'tdi. Yana hammasiga ulguraylik degan ma'noda sal qisqaroq qo'yaman. H6 oldin bir o'rganib ko'rganimda mana shu yopadigan tagga adashtirib o'rgan edim. Nima shunaqa bo'larmidi, yo'qmi, boshqacha bo'lmasmidi deb. Xo'sh. Hozir sahifamizni saqlab olamiz. Oldin tugatib qo'yaylik. Keyin yana ko'rib chiqamiz. Atribut degan narsa bor ekan. Aligan degan. Bu adashmasam
shu tekka sozlama berish qanday joylashishi buni saqlanib qo'yib ko'rib chiqamiz yana. Saqlab oldik. Ochamiz faylimizni. Xo'sh. Mana bo'lgan sarlavhalarimiz H1 mana dunyoning eng yirik futbol stadioni qurilish boshlanadi. H1 tekda yozilgan, keyin paragrafda bu ma'lumotimiz ketyapti. Keyin H2 da Trongdong stadion deb nomlangan arena mo'ljallangan. Keyin paragraf ketyapti. Bu H3, H4, H5, H6. Shu kerakli joyda qaysi birini ishlatish kerak bo'lsa, hajmiga qarab shunday ishlatilar ekan. Mana kerakli hozir manba dunyonaqa H1 tegimizga H1 tegimizga atribut berib ko'raylik. Keyin o'shani ko'ramiz nimaligini. Xo'sh, bu qanaqa berilar ekan? H1. Xo'sh, H1. Lekin barobar ikkita qo'sh tirnoq ochilarga. Shundoq ham hozir chapda turibdi, chapga tekislangan. Buni biza birinchi center qilib ko'ramiz. Qanaqa o'zini tutar ekan. Xo'sh, F5. Sizlar ko'rayotgan bo'lsa, anaqamiz H1 tegimiz o'rtada bo'ldi. Yana boshqa parametr bor ekan, centerdan boshqa right. Yana saqlab olamiz. Right o'ng tarafga ketib qoladi. Va justify bor ekan. Justify bu kenglik bo'yicha joylashuvni to'g'irlash ekan. Xo'sh, uni ham kerakli ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Lekin justifyni birinchi marta uchratyapman. Undan oldin Allegan justify noto'g'ri ketib qoldi. Uchratmaganman demoqchiman. Xo'sh, justify qanday ishlatilar ekan? Xo'sh, katta kichik qilib ko'raylik justify. Yo'q, qanaqa ishlatilishini sal tushunmadim. Tushunarli. Agar hozir boshqasiga o'tkazamiz, agar manba ma'lumotni buni ichiga o'tkazadigan bo'lsak, bir qatordan ko'p ma'lumot bo'lsa, o'shani o'ng yoki chapga qarab, kengligiga qarab, mana ko'ryapsiz, kengligiga qarab joyini o'zgartiryapti. Qolganlar shundoq qanday turgan bo'lsa, bu so'zlar pastga, tepaga, o'ngga ko'chyapti. Demak, bugun o'rgangan narsamiz shu. O'sha 14 daqiqa bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Yangi video o'tkaza olmaslik uchun qo'ng'iroqcha, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Talab, taklif, kamchiliklar hammasi izohda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.